Meni o'zimni yaqin tanishlarim biladi. Sen bozorda ko'p yurasan, kansan, xaridorlik shu bitoy texnika nima kerak bo'lsa, narxlar bo'yicha mendan so'ragan. Xudoga shukr, qo'limdan kelgancha o'zim oladigan joyda tavsiya qilganman. Nima uchun men o'zimni yaqinlarimga tavsiya qilishim kerakdan keyin 236 mingta insonni qalbidan joy egallab turib, ularga aytishim kerak emas. Assalomu alaykum, bratan, yaxshimisiz? Meni podpischalarimga nimalarimiz bor? Qanaqa narxlarda qilib berasiz? Bizlarda maishiy texnika bo'yicha ishlaymiz. Hamma turdagi, xudo xolasa, maishiy texnikalar bor. Bizda notebook, printerlardan tortib, даже ko'pchilik maishiy texnika bu narsalar bo'lmaydi. Televizor, xolodilnik, kir moshin, shu insonlarni og'irini yengil qiladigan pastki barcha turdagi texnikalarimizdan bor. Sizlarga manzilni tushuntirmayapman aka. Hozir. Do'stlar, manzili mana bu yog'i katta trassa, bu tomon Oqtoshga ketish yo'li. Bu yoqni ko'rsataman. Mana ke buyum bozori. Mana ke do'stlar. Ko'rishdan keyin buyum bozoridan kirganda ana shu